qurbonlikka qodir deganda xalqimiz buni boshqacha tushunar ekan. Boshqacha tushunishi nima desa, uyi zo'r, mashinalari bor, firma sexlari bor, do'konlari bor, u palonchi boylar so'yadi deb o'ylar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Kim kenglikda yashasa, arablarda kenglik va torlik deydi. Ya'ni torlik deganda o'ta kambag'allik bilan yashaydigan odam. Ya'ni ovqatiga go'shini o'ylab soladigan odam, yog'ini o'lchab, jichcha quyib ishlatadigan odam. Shuni torlikda yashaydigan odam deydi. Bizda kambag'allik deydi. Una bo'lsa u qurbonlik so'ymaydi. Lekin bemalol uyda xohlagan osh qiling, sho'la qiling, sho'rva qiling, bemalol zakasini berib o'tiribdi xotiniga, keliniga. Yashash yaxshi. Shuni kenglik hayot deydi. Rasululloh alayhisalom aytganlar, kim agar kenglik hayotda yashasa, qurbonlik so'ysin deganlar. Agar qurbonlikka qodir bo'lib turib so'ymasa, bizni namozgohimizga kelmasin deganlar.